Hormaydi. Video boshlashdan avval gapirib qo'ymoqchiman. Agar Shuhrat Musayevga trading kurslariga pul to'lagan bo'lsanglar, uxladinglar. Hali kech bo'lmasdan pullaringlarni orqaga olinglar. Chunki tradingda, dunyoviy tradingda 95% odamlar bankrot bo'ladi. Atigi 5% nimanidir topadi. Tushunyapsizlarmi? Agar ishonmasanglar, Google'ni qaranglar, ChatGPT'ni qaranglar, любой narsani qaranglar, o'sha statistikani, ekonomistlardan so'ranglar. Bu Shuhrat Musayev allaqachon o'sha aferistlikka o'tgan, tushunyapsizlarmi? Bir nechta islomchi menga kommentariy yozganda, anaqa masalan 95% o'zbeklarni musulmon bo'lsa, 95% o'zbeklarni musulmoni bu shariy musulmon degani emas. Bu hammasi an'anaviy musulmon deb hisoblanadi. Traditsionniy musulmani deydimi ruschasiga, bilding? Senga bular shariy, radikal islomchi bo'lib, konkretni o'sha nima deydi, konchini arab qul bo'lishga senga majbur emas. Xolagancha kiyinadi, o'sha 95%, xolagancha ichadi, yeydi, xolagancha kiyinadi. O'sha 95% musulmonlar O'zbekistonni. Xolagancha kiyinadi, xolagancha ashula aytadi, bildingmi? Xolagancha konsertlarga boradi, kinolarga boradi, diskotekalarga boradi, restoranlarga boradi, kerak bo'lsa aroviy nonni ham, vinoni ham ichadi, bildingmi? Asan islomchilarning pozitsiyasi shunaqa. Alloh meni ko'timga sikib qo'ysa ham, men Allohni yaxshi ko'raman. Alloh xotinimni og'ziga berib qo'ysa ham, men Allohni yaxshi ko'raman. Alloh o'g'limni ko'tiga sikib, og'ziga sikib tashlasa ham, men Allohni yaxshi ko'raman. Yo'q, sen unaqa bo'lsang, пожалуйста. Qanaqa xohlasang shunaqa o'ylaver, shunaqa qilaver, bo'ldi. Qolganlar majbur emas. Seni lineyka bilan chizilgan liniyaning ustidan yurishga majbur emas. Qolgan o'sha 95% O'zbekistonning musulmonlari, bildingmi? Menga bir necha marta yozishdi, agar biza arab qul bo'lsa o'zi sen yevrey qulsan. Yo'q, o'rtoq, yevrey qul degan narsa yo'q. Arab qul degan narsa bor va to'lib yotibdi. Hamma yo'q arab qullarga bosgan. Tushunasizmi? Men buni isbotlayman. Sen musulmon bo'lsang, o'sha arablarning mamlakatiga, Saudiya Arabiya, Makkasiga 5 marta namoz o'qishing kerak. Chunki Alloh o'sha yerda. Boshqa joyda Alloh yo'q. Alloh arablarning qo'lida, bildingmi? Keyin bo'lsa, jannat arablar tilida bo'ladi. O'shaning uchun arab tilini o'rganishga sen majbursan. Bildingmi? Keyin bo'lsa inshaalloh, mashalloh, astrofulloh deb yurishga majbursan sen. Tushundingmi? Keyin bo'lsa o'sha masalan bittasi islomga o'tayotganda shahida o'qiladi, u ham arab tilida o'qiladi. Keyin bo'lsa Qur'on arab tilida, tushundingmi? O'shaning uchun arab tilini bilishing majbursan sen, tushundingmi? Va musulmon kiyimini xotin kishi ham, erkak kishi ham kiyishga majbur. Imенно kofirlarning kiyimi emas, imенно sen islomchilar, islomiy musulmon kiyimini kiyishga majbursan. Men senga hozir ko'rsataman qanaqa kiyim. Va o'sha musulmon kiyimni senlar uchun arablar tanlagan, senlar o'zinglar emas. O'shaning uchun senlar arab qulsizlar. Mana bu mana shu musulmonning kiyimi bo'ladi. Mavali degan ikkinchi sort musulmonning kiyimi bo'ladi. Ikkinchi sort musulmon Mavali soliqni ham Umar vaqtida juda ko'p to'lagan, arablar kamroq to'lagan. Bildinglarmi? Ana endi senlarning qul egalaringlarni kiyimini ko'ramiz. Senlarning xo'jayinlar arab bo'ladi. O'sha kiyimini ko'ramiz hozir arablarning kiyimini. Islom dinida tenglik bor deysizlar. Hech qanaqa tenglik islom dinida yo'q. Chunki arablar hammasidan ustun turadi. Bu turgan fakt. Mana sizlarning xo'jayinlaringlarni kiyimi shunaqa bo'ladi. Arablar sizlarning xo'jayinlarida bo'ladi. Tushundinglarmi? Bu kiyimni sizlarga haqinglar yo'q kiyishga. Umar vaqtida ham, Umardan keyin ham haqinglar yo'q. Mavalilarga arablarning kiyimini kiyishga haqqi yo'q. Bu faqat o'zbeklarga emas, butun mana shu arab emas musulmonlarga mavali deyiladi, ikkinchi sort musulmonlar va bularning kiyimini kiyishga haqqinglar yo'q, bildinglarmi? Chunki sizlar ikkinchi daraja, ikkinchi sort qul musulmonsizlar. Tushundinglarmi? Chumo musulmonsizlar. Arablar sizlarning xo'jayinlaringlar. Sizlardan ustun turadi. Shunaqa bo'lgan va hozir ham shunaqa. Menga ishonmasanglar, qani boringlar, ishlab ko'ringlar, o'sha Saudiya Arabiyada ishlab ko'ringlar yoki Arabskiy Emiratda, o'sha arab mamlakatlarida ishlab ko'ringlar, ko'rasizlar kim qul, kim qul emas. Sizlar qul bo'lasizlar. Hurmatinglar ham yo'q. Qo'lni ham arablar sizlarga bermaydi. Ular ko'proq Amerikaning odamlarini hurmat qiladi, ko'proq Angliyani hurmat qiladi odam. Keyin sizlar yana $6000 to'lab o'sha xo'jayinlaringlarni mamlakatiga kelib, o'sha Makkaga $6000 to'lab bularni sasuv qora toshini yalab ketasizlar. Tushundinglarmi? Islom bo'yicha agar invalid bo'lmasang, qo'ling oyog'ing ishlaydi. Ishlayapsan, oddiy ishda ishlayapsan, bo'ldi. Sen majbursan, yarim o'sha hayotingni pul to'plab, kam ishlasang ham o'sha pul to'plab
bolalaringga ovqat olib bermay kerak bo'lsa, kuchugingga ham ovqat olib bermaysan, o'zing ham yaxshi yemaysan ovqatni, to'playsan pulni, keyin bo'lsa $6000 to'plab borib o'sha qora toshini yalab kelishga sen majbursan, bildingmi? Yana yevreylarga o'tamiz. Yevreylar Izrailga kelib bizani tosh o'zani yalab kelgin deyapti. Inshaalloh, mashalloh degan gaplarni bizani yevrey tilida gapirgin deyapti senlarga. Nima? Majbur qilyaptimi? Yoki men bu masalan bizani dinimizga o'tgin deb majbur qilyaptimi? Kimmi senlar? Senlar majbur qilyaptimi? Yoki bizani kiyimimizni o'sha senlarga biza kiyim talab beramiz, qanaqa kiyim tanlagan bo'lsa o'zi o'sha kiyimni majbursan kiyishga deb shunaqa majbur qilyaptimi arablarga o'xshab? Nimani Izrailning odamlari, yevreylar nimani majbur qilyapti? Yevreylarda tenglik bor, bilasizmi? Yevreylarda adolat bor. Spravедливость degan narsa bor. Haqiqat bor. Ana o'zbeklar Izrailga borib hozirgacha ishlab kelyapti. Hozirgacha anaqa muomalasi, yevreylarning muomalasi o'sha o'zbeklarga, o'zbek ishchilarga qaraganda juda ham yaxshi muomalasi. Yaxshi muomala qiladi. Pulini vaqtida to'laydi, aldamaydi. Sen bor o'sha arab mamlakatiga ishlagan, o'sha Saudiya Arabiyami, Arabskiy Emiratmi, seni aldaydi, endi boshidan $1000 to'laymiz deb. Aslida $200 olasa, endi bersa ozgina ovqat berar, ozgina ovqat beradi. Tam $200 to'laydi. Qochaman desang, chegarada tutib olsa, seni politsiya pasporting yo'q, chunki seni pasportingni eng boshidan olib qo'yishadi. Arab mamlakatida pasportingni olib qo'yib, seni qul qilib Shuni bilgin. Politsiya keyin seni orqaga olib keladi o'sha xo'jayinga. Orqaga olib kelganda xo'jayinning axranasi chiqadi. Mana men axranada ishlaganman. Vesim 100 kilo, bilasanmi hozir? 100 kiloga borganman. Bitta ursam yiqilib ag'anatib qo'yaman. Tushunyapsanmi? Shunaqa bolalardan 5 ta 6 ta chiqadi, seni tepib tashlaydi. Yig'lab qolasan, bildingmi? Bitta joyingda ushlab. Keyin bo'lsa mulladek ishlaysan, kulib, bildingmi? Shunaqa qul bo'lasan o'sha arablarda, sen gandon. Izrailda bunaqa narsa yo'q, Izrailda demokratiya. O'shaning uchun yashasin Benyamin Netanyahu, yashasin Izrail. Qo'ttog'imni qo'ydim sen arablarga, sen islomchilarga ham qo'ttog'imni qo'ydim. Majbur emasman arab qul bo'lishiga. Aytadi 95% O'zbekistonda bu hammasi musulmon bo'ladi. Nima bo'pti 95% musulmon bo'lsa? Bu an'anaviy musulmon deb hisoblanadi. Traditsionniy musulmon dedi ruschasiga. Bildingmi? U majbur emas arab qul bo'lib umuman shariatda yashash. Bildingmi? O'sha sassu shariatingda senlarcha o'sha vodiyingda yashaylar, bildingmi? O'sha vodiyingda. U yoqdan chiqmas, o'sha sassu achib ketgan, shiptir nahi o'sha achib ketgan. O'sha islomiy shariat, shariy islomiy o'sha vodiydan boshqa joyga chiqmasin, bildingmi? Sen kandonlar.